Modricni jo'natuvdik kecha, Neymarni jo'natdik bugun. Men birinchi marta futbol ko'rishni boshlab turib, shu oq futbolkada 7-raqamda yugurib yurgan bolani ko'rib, men oqlarga balet qilaman deganman-da boshida. Bugun shu bolani ham jo'natdik, haligi g'alati, o'sha tugadi u uchun futbol. G'alati tugadi. Men misol Messi bu jahon chempionatini yutmasa u uchun achinarli tugamaydi-da, chunki yutmagan narsasi qolmadi. Tan olish kerak, Ronaldochi bo'lsa ham yutmagan narsasi qolmadi. Hali Messi'ni personalniy haligi anti fanati bo'lsa aytish mumkin, haligiga pushkash degan jinniket sovrinlardi, u uncha kerak emas. Hamma yo'lda yutib oldi-da. Ronaldo uchun bitta shu jahon chempionati qolib ketdi. O'zi g'alati o'lyapti jahon chempionati. Hamma tugatyapti. U yoqda Tramp o'zini futbolchilarga MMA uyushtirib, o'zi mana Belgiya bilan o'yinga Matapilavi ko'tarib tushgan ruxsatnoma bermoqchi bo'lyapti. Modricni jo'natuvdik kecha, Neymarni jo'natdik bugun. Men birinchi marta futbol ko'rishni boshlab turib, shu oq futbolkada 7-raqamda yugurib yurgan bolani ko'rib, men oqlarga balet qilaman deganman-da boshida. Bugun shu bolani ham jo'natdik, haligi g'alati, o'sha tugadi u uchun futbol. G'alati tugadi. Men misol Messi bu jahon chempionatini yutmasa u uchun achinarli tugamaydi-da, chunki yutmagan narsasi qolmadi. Tan olish kerak, Ronaldochi bo'lsa ham yutmagan narsasi qolmadi. Hali Messi'ni personalniy haligi anti fanati bo'lsa aytish mumkin, haligiga pushkash degan jinniket sovrinlardi, u uncha kerak emas. Hamma yo'lda yutib oldi-da. Ronaldo uchun bitta shu jahon chempionati qolib ketdi. O'zi g'alati o'lyapti jahon chempionati. Hamma tugatyapti. U yoqda Tramp o'zini futbolchilarga MMA uyushtirib, o'zi mana Belgiya bilan o'yinga Matapilavi ko'tarib tushgan ruxsatnoma bermoqchi bo'lyapti.